E'tibor qaratgan bo'lsangiz, yangi mashina olgan ko'p hollarda insonlar mashinasidan o'tirib oladi-da. Shu mashinasi yo'q insonlarga boshqacha nazar bilan qaray boshlaydi. Hamma ham emas edi, kimlardir. Lekin bir narsasi bor ekanda, e'tibor berib tursangiz agar, o'sha mashina xarid qilganingizda, uyingizda xursandchilik bo'lib, o'zingiz necha yillab pul yig'ib, orzu qilib, kreditlar qilib, amallab shu mashinani olganingizda, yo o'sha mashina sizga yaxshilik keltiradi, yo yaxshilik keltirmaydi. Yo o'sha sizga baxt keltiradi, yo baxt keltirmaydi. Yodingizda bo'lsa, o'sha mashina xarid qilmasdan oldin oila mo'jazgina edi. U faqat halol mehnat qilib pul topib mashina olaman deb niyat qilardi va o'sha niyatiga yetishdi va mashinani oldi. Lekin mashinani olgandan keyin biz boya aytganimizdek, mashina unga yaxshilik keltirmadi. Chunki undagi qanaqadir o'zgarishlar, undagi bir oddiylik, samimiylik yo'qolib qoldi. Kimlardadir? Yo qanaqadir bir halokatga uchrab qoldi. Demakki bu mashinamiz mana bu ahvolga kelib qoldi. Mana bu ahvolga kelgandan keyin tasavvur qiling, u shunchalik qiynalib pul topib shu mashinani olgan inson mashinasi mana shu ahvolga kelgandan keyin qanaqa kuyga tushadi. U yana ishlashi kerak, yana bir narsalar qilishi kerak. Sog'ligini yo'qotishi mumkin. U qanaqadir bir organizmini, qaysidir bir chastini yo'qotishi mumkin. Yo kiminidir yo'qotishi mumkinmi? Mumkin. Demak, o'tirib o'ylab qarasangiz, o'sha mashina kelishidan oldin u baxtliroq edi. Unda orzu bor edi. Unda intilish bor edi. Lekin mashina unga yaxshilik keltirmadi. Shuning uchun xarid qilgan har bir narsamizni, yo bo'lmasam erishayotgan har bir yutug'imizga, yo bo'lmasa erishayotgan har bir o'sha katta bir maqsadlarimizni erishganimizda ham biz o'zligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Chunki o'zligimiz bu bizni asrab turadigan vosita. O'rtoqlar, kelinglar, bu mashina haqida yana ozgina bir gapirib o'tadigan bo'lsak, mashinamiz umuman yangi mashina. Biz boya mana motor qismidan boshladik, umuman minilmagan. Bu faqatgina avtosalondan olib chiqilgan xolos. Olib chiqib mana shu kuyga tushgan. Demak, mashinamizni bu ikkinchi qismi xabaringiz bor. YouTube kanalimizga agar ko'rgan bo'lsangiz, birinchi qismi ham bor buni. Mashinamizni mana remontini boshladik. Mana bu tomonda albatta biz o'zgarishlar kiritib boryapmiz. Mana e'tibor bering. O'zi mana bu tomon bilan almashish kerak edi, butun o'sha yonbosh qismi. Lekin oldin qismi butunligi sababli biz oldin qismiga tegmadik. Chunki xabaringiz bor, mashinani o'z almashayotgan chastlariga ham e'tibor beriladi. Chunki almashgan chasti boshqacharoq, demakki zavodskoy holatda boshqacharoq. Shuning uchun oldin chastlarga tegmadik. Biz mana shu qismidan almashtirib boshladik. Tom qismi ham yaxshi turganligi, yaxshi saqlanganligi sababli biz tom qismiga ham tegmadik. Chunki tomdan agar bu chastni ulaydigan bo'lsak, umumiy jarohat qismi kattalashib ketishini inobatga olgan holda biz tom qismiga tegmadik. Mana bu tomondan boshlandi bizning ishimiz va orqa qismini demakki mana shu joyigacha, mana ko'rsatib o'ting, mana shu joyigacha biz hozir yetib keldik. Demak, ozgina agar mana shu mashinaga siz qiziqayotgan bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va like bosishni yodingizdan ko'tarmang. Biz mashinamizni umumiy tayyor bo'lgan holatini ham sizga ko'rsatib boramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, o'rtoqlar. Biz xaridimiz, bizning maqsadlarimiz doimo oxirida yaxshilik bilan tugashi kerak. Aytadiki, ertaklarning oxiri faqat yaxshilik bilan tugaydi. Bizning ham hayotimizdagi maqsadlarimiz, yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz, ro'zg'orimizni boqish uchun qilayotgan sa'y-harakatlarimiz hammasi inshaalloh yaxshilik bilan tugashi kerak. O'zingizni ehtiyot qiling.